Mana qaranglar, hozir bu yerda kordon bor. Multiradarga ko'ramiz 8800S Wi-Fi Black'ga. Ana bu yerda chap qo'lda kordon. Xullas, daramiz. Hozir multiradarga sinab ko'ramiz, qanaqa masofadan oladi. Agar multiradarimiz turgan bo'lsa, albatta. Oldimizda potok yaxshi. Furalar ham ketyapti. Ko'pchilik 88 Wi-Fi Black yaxshi olmayapti multiradari dedik, ko'ramiz hozir sinab. Natijani. Pistirma 70. Pistirma multiradar turgan joyda ogohlantirdi bizga. Multiradar ko'rdilaring masofasini. Masofa dahshatda. Prosta dahshat. Fura turibdi, qaranglar, furalar turibdi, qarang. Furalarni oldida turibdi multiradar. Ko'ryapsizlar, qaranglar. Mana furalar turibdi, ko'ryapsizlar? Mana furalar parasiga yashirinib qo'ygan. Mana 623 YKA. Dahshat natija. Multiradar. Qaranglar, multiradar qancha masofadan oldi? Hozir ko'rasizlar multiradarni. Bu qizil ekan. Uzoqdan ko'rindi. Chekkaga qo'yib olgan yo'lni, chetiga qo'yib olgan bora. Mana natijasiga. Mana. Yo'l 46 SLA. Natijalarni ko'rdilaringmi? Bu natija deydi. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. 8800S Wi-Fi Black. Dahshat ishlayapti, lekin nastroykasini chiroyli qilinglar, proshivkasini chiroyli qilinglar, detektorni xuddi manga o'xshab o'rtaga joylashtiringlar, juda ham chiroyli ishlaydi. Salomat bo'lasizlar.